alaykum. Va alaykum assalom. Sohibaxon ona, yaxshimisiz, mehribonim? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sog'misiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Ayni damda tabrik yo'llaymiz radio loyihasidan. Suxandon Nilufar bo'laman, Sohibaxonim. Adashmasam 18 yoshga qadam qo'yayotgan ekansiz, to'g'rimi? 55 yosh. Yo'q, men 55 yoshli Sohiba onani ovozini emas, 18 yoshli Sohibani ovozini eshityapman. Onajonim, sizni yoshartirdim, jonim onam. Rahmat. Boringizga shukur. Rahmat. Nega o'zingizni qilasiz? Siz 55 yoshni emas, 18 yoshni qarshi olayotgan Sohibaxon onamsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Alloh rozi bo'lsin. Ayni damda qo'limdagi chiroyli tabrik Sohibaxon aya uchun komandir o'g'illar Og'abekjon nomidan deb ayting, iltimos deya murojaat qilganlar. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi uchun xizmat qiladigan, foydasi tegadigan o'g'ilni tug'ib, tarbiyalab katta qilibsiz, ona, alohida rahmat aytaman. Rahmat, sizga ham rahmat. Hamma onalarni ham qo'lidan kelmaydi, ona. Sog' bo'ling, ilohim, yuzga kiring. Mana shularni ortidan faqat mehr, muhabbat, yaxshilik oling, ona. Kaftimga to'kildi durdek duolar. Iltijoga to'ldi yer u samolar. Kechir mendan o'tgan bo'lsa xatolar, ey Alloh, onamni jonini og'ritma Robbim. Bir umr men uchun duoyi jonda. Uningdek mehribon yo'q bu jahonda. Tunu kun yolvorib so'rayman sendan, ey Alloh, onamni jonini og'ritma Robbim. Assalomu alaykum. Mening qalb gavharim, munisim, dilkashim, go'zal va latofatligim. Bu dunyodagi eng hokisorim. Qalbimni huzuri, ko'zimni nuriga aylangan, meni mana shunday pahlavon qilib, el yurt koriga yaraydigan qilib, voyaga yetkazgan ona izorim o'zimni. Robbim Allohimni chiroyli go'zal kunda nasib etayotgan yoshi bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman, ona. Ilohim, yuzga kiring, hech qachon kasal bo'lmang. Bu dunyoda nima yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasi onam uchun. Biz uchun yorug' dunyoni hadya qilgan ayolni Alloh ikki dunyoni savobi bilan, saodati bilan, jannat va yaxshiligi bilan siylagin. Onamni bizdan bevaqt ayirmagin, ey Robbim. Inshaalloh Ka'batullohni borib tavof qilishga biz o'g'illarni sababchi qilib qo'ygin. Ona, sizni juda yaxshi ko'raman. Bilib bilmay ranjitgan, xafa qilgan kunlarim bo'lsa, Alloh uchun meni kechiring deya chiroyli tabrik dil so'zlariga ayni damda o'g'lingiz yakun yasamoqdalar. Rahmat, menga kirsin bolajonim nima bo'lsa. Farzandni ardog'ida, farzandni e'zozida yurmoq bu ota-ona uchun eng katta baxt deb o'ylayman. Alloh mana shu baxtga sazovor qilibdi. Bundan buyog'iga ham mana shularni hamisha e'zozida yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim